Bongo elektromobilini yurmaganidan, kam yurganidan so'ragan akalarimiz uchun 2023-yil 2-oyda ishlab chiqarilgan. Mashinaning holati ideal. 1000 kilometr yurgan xolos. Ballonlar hamma yoq, orqasiga yuk ham yuklanmagan hatto. Hamma yoqlari yangidek turibdi. Hozir salonlarni ko'rsatib o'tay. 2023-yil 2-oy ishlab chiqarilgan. Ulguramiz O'zbekistonga. GLS komplektatsiyada pala sovuq edi. Yonda bakolarda powerliklari bor. Salonni qarang. Salafalar ko'chirilmagan hatto, mana qarang. Yangidek. Mana salafalar va zavod salafalari qanday turamiz? Shunday holatda. 1000 kilometr yurgan xolos, navoratlari hamma yoq bor. Narxiga to'xtalib o'taman. Mashina O'zbekistongacha ham $18,500 ga, rastamashka jarayoni bilasizlar $6,000 atrofida chiqadi. Jami 24500 shunaqa atrofida, o'sha qo'liga tegish bo'lyapti. So'ragan akalarimiz, qiziqqan akalarimiz bemalol aloqaga chiqaverasizlar.